Assalomu alaykum, hurmatli tinchmisizlar. Bugun 26-may Arafa bilan tabriklayman hammalaringizni. Hozir akamlar bilan gaplashib turdik. Nima uchun Instagramda boshlamaysan shu ishingni? Ya'ni tezroq prosmotrlar o'sha reklama tushib turardi-ku deyishyapti. Men aytganman-da bularga, xudo xolasa YouTube o'zidan chiqaraman shu narsani degan maqsad bor edi. Ya'ni o'zi bu fikr akadan chiqdi. Nima uchun Instagram boshlaysan deb. Aka o'zi nimaga aytdingiz Instagramdan boshlay deb? Qayerda kiraman, har zaman mana Instagramga kirgim kelmay qoladi-da. Kirsam blogerlar boshlaydi mendan nimadirlar keldi, bu homiydan bunaqalar keldi. O'shanga aytdim, siz tezroq Instagram yuritib reklamalarni oling. Hayotda hamma narsa keladi sizga ham. Yo, attish aka. Nima gap aka sizda? Men temada yo'q edim. O'sha yerda edingiz aka. Xo'p, nima deysiz o'zi? Nima uchun Instagram nima farqi nimada aka? Instagram yurtgan yaxshimi, YouTube'mi? Bu gapda telefon bilan. Oling muhimmi yo video muhim? Ha, bo'ldi aka. Videoni ana Arafa mana nima, xayrlik, xudo xolasa tushadi bizaga.